Amerikaliklar har safar jinoyat sodir etganida qat'iy javob olgan va bu safar ham xuddi shunday bo'ladi. Biz bunday tajovuzlarni javobsiz qoldirmaymiz. Armiyamiz va xalqimiz birgalikda qat'iy javob berishga tayyor. Eron o'z suvereniteti va manfaatlarini har qanday tajovuzdan himoya qilishga qodir. AQSh bilan uchrashuvlarda biz ishonch haqida gaplashdik, ammo amalda AQSh boshqacha yo'l tutdi va bizning yadroviy obyektlarimizga hujum qildi. Amerika bizga hujum qildi. Bunday vaziyatga tushib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Tabiiyki, ular o'z tajovuzlariga javob olish kerak. Rossiya prezidenti va Eron tashqi ishlar vaziri uchrashuvi boshlandi. Eron tashqi ishlar vaziri Araqchi Putinga Xomanayning qo'llab-quvvatlashi so'ralgan maktubini olib kelgan deb xabar bermoqda Reuters agentligi. Putin AQShning Eronga bergan zarbasi haqida shunday dedi. Mutlaqo asossiz tajovuz. Buni hech qanday oqlab bo'lmaydi. Tramp bu so'zlari orqali Erondagi mavjud hokimiyatning zaifligini ta'kidlamoqda. Bu bilan Eronning ichki va tashqi siyosati AQSh manfaatlariga zidligini ko'rsatib, keskin pozitsiya egallamoqchi. Ya'ni AQShning navbatdagi strategik qadami rejim almashtirishga intilishni ochiqdan-ochiq ko'rsatmoqda. Siyosiy tahlilchilarning fikricha, bu orqali u nafaqat AQShning qudratini ko'rsatmoqchi, balki Eron xalqini ham o'z hokimiyatiga qarshi ruhlantirmoqchi bo'lishi mumkin. Ya'ni agar biz Amerikani buyuk qilgan bo'lsak, siz ham Eronni buyuk qilish uchun rejimingizni o'zgartiring degan ma'noda. Ma'lum qilishicha, AQSh vitse-prezidenti ham Maggait bosh direktori Rafael Grossi ham 60% gacha boyitilgan 400 kilogramm Eron uranining qayerda ekanligi haqida hech narsa bilishmaydi. Shu bilan birga Eron yadroviy infratuzilmasiga zarbalar Eronni yadro yaratish dasturini batamom cheklamaydi. Uning rivojlanishini 2-5 yilga orqaga qaytarishi mumkin xolos. Eron parlamenti Ormuz bo'g'ozini yopish zarur degan fikrda. Bu bo'yicha yakuniy qarorni mamlakatning Milliy xavfsizlik kengashi qabul qilishi kerak, dedi Eron parlamentining Milliy xavfsizlik va tashqi siyosat bo'yicha komissiyasi a'zosi Ismoil Kousari. Hormuz bo'g'ozi Fors ko'rfazini Ummon ko'rfazi orqali Hind okeani bilan bog'laydi. Bu bo'g'oz suyultirilgan gaz va neftning global savdosi uchun strategik ahamiyatga ega. Bo'g'ozning eng tor joyida Ummon va Eron o'rtasidagi masofa 54 kilometrni tashkil etadi. Bo'g'ozning Eron tomonidan yopilishi neft narxini sezilarli darajada oshirib, nafaqat Yevropa, Amerika iqtisodiyotini qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin.